Dodam mana salomatmisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sog'lik salomat. Bitta savol bersam maylimi? Mana hozir necha yoshsiz? 70. 70. Ko'ngilchi. Ko'ngil yosh. Yosh. Bozordasiz, to'g'rimi? Mana hali ham mehnatdasiz. Energiya qatdan sizda? Har doim harakatda bo'lish kerak. Kim bilan birga ishlaysiz bu yerda? Kenez bilan birga. Necha yildan beri? 30 yildan oshdi do'kon ochilgandan beri. 30 yildan beri shu yerda ishlaysiz. O'zi kasbingiz shumi yo boshqa kasbingiz ham bo'lgan? Yo'q, men o'zi energetik bo'lganman. Undan keyin mashinaga o'tganmiz. Aka, bitta savol bermoqchiman-da. O'sha bolaligingiz mana, men 18 yoshman-da. O'sha 18 yoshligingizni qanchalik sog'indingiz o'sha? Mayli qiyinchilik bo'lgandir, mayli yetishmovchilik bo'lgandir, lekin gashti boshqacha bo'lgan-ku o'sha paytlari. Gashti yaxshi bo'lgan. Nimasida farq bor mana bizning bolalik bilan sizning bolaligingizda? Bizning yoshligimizda o'qishga chanqoq bo'lishgan. Birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Endi hozirgilar bilmadim. Mana hozir maktabda bitta eslaymiz. Sizlarning paytda maktabdan qochib bo'larmi, darsdan qochish? To'g'risini aytavering. Yo'q. Qochmasdingiz? Yo'q. Nimaga? O'zingizlar xohlabmi, uydagilar urushdan qo'rqardim deylar. Yo'q, uyda yurishdan o'zimiz xohlardik. O'qish xohlardik. U paytda o'qishgacha aniq hamma berilgan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hozir ham dodam 18 yashar yigitda, qilich bo'lib turibsiz. Qizlarga gap otarmidingiz? Qizlarga, yangam bilan qanaqa tanishgansiz bo'lmasa? Ota-onamiz sotdi. O'chir orqali. Baxtlimisiz ular bilan? Yaxshi. Qachon oxirgi marta masalan yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Yaqinda aytdim. Yaqinda aytdingiz. Besabab. Neki hajga olib ketdim. Seshanba kuni hajga ketdim. Ana. Iloyim bizga ham yetqizsin. Shu rubashkangizni menga yechib berasiz keyin. Ertaga boshqa kiyimsiz buni olib ketaman men. Yo'qsinga. Bo'ldi. Bo'ldimi? Faqat hozir oynajoh orqali. Yangisini olib beraman. Bo'ldi. Umr yo'ldoshingizga seni yaxshi ko'raman deyolasiz. Navaralar ko'rib qoladi-ku. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Bunchalar zo'rsan deb qo'yasiz 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.